yursang, vazn yo'qotasan, mushak saqlanib qolinadi. Shunda testosteron sonda oshishni boshlaydi, tushunyapsanmi? Semiz do'mboq erkaklar tekshiruvdan o'tishayotganda ko'pchiligida ayollik gormoni baland bo'ladi, erkaklik gormoni past bo'ladi. Shunda ko'pchilik so'rashadi, "Nozipa, testosteronni qanaqa qilib oshirsa bo'ladi? Testosteron ukollari olaymi yoki ko'p yuguraymi? Har kuni yugurishim kerakmi? Nima maslahat berasiz? Tabiiy qanaqa qilib o'zimga yordam bersam bo'ladi?" Chunki men diyetalar ham tutyapman, har xil ichimliklar ichyapman ozish uchun. Lekin bular menga yordam bermayapti. Testosteron oshmaydi. Nima qilsam bo'ladi? Mana shu savolni ko'p erkaklar menga berishadi. Xullas, testosteron oshirish uchun siz yugurishingiz shart emas, chunki siz yugurganingizda vazn yo'qotmaysiz, naprotiv mushak yo'qotiladi. Siz peshkom yurishingiz kerak. Siz qancha peshkom yursangiz, sizda shuncha testosteron oshishni boshlaydi. Siz vazn ham yo'qotishni boshlaysiz. Sizda shunda avtomatik o'zi testosteron sekin normaga kelishni boshlaydi. Urug'ingiz ham yaxshilanadi. Shuning uchun har doim yugurishga emas, yurishga harakat qilish kerak. Shuning uchun qabulimga kelgan er-xotinlarga har doim birga kechqurun yoki ertalab sayr qilinglar, ko'proq peshkom yuringlar deb aytaman.